الحمد لله الحمد لله على ما أنعم وعلم من البيان ما لم نعلم، والصلاة والسلام على خير من نطق بالصواب، وأفضل من أوتي الحكمة وفصل الخطاب، وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah Subhanahu wa ta'ala bihsan hamdülillah elhamdülillah Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat ve selamlarımız olsun. Allahümme salli ve sellem ve barik aleyhi. Muhterem cemaat, bugünkü sohbetimiz özgürlük hakkı Allah'tan libasdır degan bir sohbetni qilamiz inşallah. Yani o'zbekchasi birovni haqqini ehtiyot qilish, birovni haqqini yeb ketishlikdan qo'rqish, jahannam olamidan libos bo'lgan birovni haqqini yeb ketayotgan insonni yeyotgan nima narsasi bo'lsa qiyomat kuni bu jahannam o'tiga libos bo'ladi. Shuning uchun shu chaqaqanga mol dunyo asqatmaydigan kun kelishligidan avval bugun insonlar sizlarimiz va birlarimiz onamizni isloh qilib qo'yishligimiz lozim. İnsonga o'lim haq. Inson qachon o'lishini bilmaydi. O'lim insonni hayotini ichiga bekitgan. O'lmayman deb turgan yigit o'lishi bilmaydi. O'laman deb turgan kasallik bir uzun bo'lishi mumkin. Bu faqat Alloh Subhanahu o'zi bilgan ish. Shuning uchun Allohdan xotiramizni, oxirgi nafasimiz va Allohning huzuriga gavhariy iymon bilan borish va ertangi Alloh Subhanahu huzuriga suloq savol bo'ladigan vaqtida sharmandan bu sharmisoq bo'lib qolishlikdan ehtiyot bo'lishlikni amalga tushirib hammamizning vazifamiz hisoblanadi. Chunki muhtaram jamoat, jamiyatni ildiziga eng katta bir bolta uradigan narsalardan biri shu birovni haqqini yeb ketish, birovni haqqidan hasad qilmaslik. Chunki o'sha holatlardan juda ham ehtiyot qilish kerakki, insoniyatni birinchi avlod buziladi, zurriyot buziladi. İnsanlar rizqi mo'l ko'rib bo'lmaydi, duosi ijobat bo'lmaydi, gunohlari to'kilmaydi. Allohning huzuriga gavhar iymon bilan borolmaydi. Shundan ehtiyot qilishimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hajjatul vadoda oxirgi hajlarida shunaqa sahobiy ikromlarga Jabalur Rahman Arafat tog'ida 8 soat duo qilganlar, Allohga qilganlar. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha ala hal ballaghtu thumma na'am ya Rasulullah qala Allahumma ashhad falyuballigh ash-shahid al-ghaiba muttafaqun alayhi hadis. Ushbu hadisni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Qurbonlik kuni Minoda qilgan xutbalarida hayit kuni qurbonlik qilib odamlar bo'lgandan keyin Minoda jamlantirgan shu mavizani qilganlar. Ey sahobalar, albatta sizlarning qonlaringiz, mol dunyolaringiz, obro'ylaringiz sizlarga haromdir biringlar. Birovni qonini to'kish harom. Moli dunyosini o'g'irlashlik, xiyonat qilishlik harom. Sizlar bir-biringlarni obro'ylarini to'kadigan ishlar qilib, g'iybat, shikoyat, bo'hton qilib, obro'y to'kadigan ishlar bilan mashg'ul bo'lishlik harom. Ka hurmati yawmikum hada, bugunlik kunni hurmatiga o'xshash. Sizlarning bugungi oilaringizga o'xshash, shaharlaringizdagi
shaharda bugun shunaqa ishlar qilinmayaptimi? Ehtiyot bo'lyapsizmi? Xuddi shuni senga sizga harom bo'ladi deb 3 ta narsaga urg'u berdilar. Odamlar bir-birini o'ldirmaslik, odamlar molini olib ketmasdan o'g'irlik qilmaslik, odamlar bir-birlarini obro'yini to'kmasdan yurishlik. Demak, odamlarni obro'y to'kadigan gap qilishlik ham, so'z qilishlik ham, g'iybat qilishlik ham insonga harom hisoblanadi. Sahoba ikromlarga hal ballagtu dedilar. Men sizlarga yetkazdimmi Allohning buyrug'ini? Tushunmadinglar deyaptilar. Sahobalar ya Rasululloh tushundik. Bildik, eshitdik. Odamlar qon to'kish harom ekan, mol dunyosini olib ketishlik harom ekan, obro'y to'kishlik insonni martabasini pastga tushishlikka sabab bo'ladigan gaplar tarqatishlik harom ekan. Shuni bildik ya Rasululloh deganlar. Allohumma shahad. Ya Robbi, o'zing guvoh bo'l. Ya Robbi, men yetkazdim butun xalqqa, ummatimga sen buyrug'ingni yetkazdim. Falyuballighu shahidul g'oib dedi. Mana bu joyda hozir bo'lib turgan butun xalq qavm bu yerda bo'lmagan odamlarga shu gaplarni yetkazsin dedilar. Biz ham yetkazamiz. O'tirgan odam birovni obro'yini to'kayotgan bo'lsa, birovdan obro'yini to'kma, bu yaxshi odam. Qaysi eting bilan shu gapni gapiryapsan? Allohdan qo'rq degan gapni gapirish biz vazifamiz. Birovni moli dunyosiga tajovuz qilib olib ketayotgan bo'lsa, harom bu narsa deb unga tushuntir. Birovni o'ldirayotgan bo'lsa, o'ldirma, qon to'kish harom degan narsani gapirish biz uchun lozim. Farz biz uchun. Chunki bu gunohlarimiz qaytarishlik biz vazifamiz. Insoniyat muhtaram jamoat hayoti dunyoda biz shuni bilishligimiz kerak. Bandalarning haqqi bilan Allohning haqqi bor. Banda bilan Allohning o'rtasidagi haq shuki, namoz, ro'za, zakot, haj, ibodatlar Alloh bilan bandaning o'rtasidagi haq. Namoz o'qimasa, Alloh xohlasa gunohini kechiradi, xohlasa azoblaydi. Zakot bermasa, Alloh xohlasa kechiradi, xohlasa azoblaydi. Allohning ishi. Ammo banda bilan bandaning o'rtasidagi haqqa yaratgan Robbimiz Alloh jalla va ala oraga tusha olmas. Xudo aytadi, banda bir-biringdan haqqini ado qilish keyin senga hukm bo'ladi. Haqqini bo'ladi desa, dunyoda haqqi bor, haqsi bor, bermagan o'lib ketdi. Odamlar hukm etdi, qo'lingdan kelganini qilding, Xudoning oldida deb gapirishadi. Yo'q, juda og'ir gap bu. Xudoning oldida gapirish oson emas. Xudoning taborak va taolo adolatli zot. Parvardigorning huzurida banda o'zi ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Aytayaptilar, huququl ibad la tusqatu bi tuli qiyamin va la husni siyamin va la bi alfi khatmi qur'anin va la bi alfi khatmati qur'anin. Huququl ibad la tusqatu illa bi afwi sahibiha. Bandalarning haqqi, huquqlari kechasi o'qilgan namoz, kechasi bedorlik bilan uzoq cho'zib o'qilgan namozlar, eng go'zal holatda tutilgan ro'zalar, minglab qilingan xatmi Qur'onlar bandaning haqqini ado qilib qo'yadi. Ona bu banda Parvardigorning kechdim demagunga qadar u haq ado bo'lmas. U kechasi namoz o'qildi, hech kim yo'q desa, xo'p o'qigan bo'lsa o'zi uchun o'qigan, mana bandaning haqqini ado qilib qo'ysin deydi. Parvardigor bu ona o'ta kechasi bu ona ro'zani ko'p tutgan. Ro'za tutgan bo'lsa, mana Rayyon jannat eshigi ochiq qo'yibdi, kiradi, mana buni haqqini ado qilib qo'ysin. Ona haqdor Parvardigor dunyoga qo'ygan, shuncha haqqasi bor, haqqi bor, bersin deb turibsa, nima qiladi endi? To haligi odam kechdim ya Rob, menga
shu odamdan kechdi desa, endi Xudoga taolo xohlasa Rayyon jannati yopadi, xohlasa Badr musoqin namozxonlar jannatidan kirgizadi, xohlasa o'zaki zakot beruvchilarni jannat darvozasidan bu Allohning ishi. Shunaqa kun kelishligidan avval sizlar bir-biringlarni haqqa huquqinglarni ado qilinglar. Muhtaram jamoat, juda ko'p holat bizda hayotimizda arzimagan dunyo deb iymonini sotib oladi, arzimagan dunyo deb qasam ichadi. Xulosamiz. Kungacha bitta ukamiz yosh yigitlar 18-20 kirgan bo'ladi. Kiryapti. Qo'yib o'tiramiz. Uzr. Sizdan kechirim so'rayotgan bo'lganda 20 ga kirgan bo'ladi. Chunki shu qonun mahallada, mahallada qancha odamlarimiz bor deydi. Shularning gapiga kirib deysiz, savol qilsa, nima deydi, o'zim tutdim deydi. Nima gap gapirish lozim bo'lsa gapirib beraman. Qarasam iymonimga futur yetyapti, Xudodan qo'rqib ketyapman. Meyil ochilmayapti. Iltimos, shu gapirgan gaplarimni kechirdim deb qo'ying deb keldi. 20 yoshda bolayda hali e'tibor uylanmagan hali. Shu kechirsa shu masjidga bilan bemalol chiqsam, chunki gapirgan gaplarimga o'zimni vijdonim, iymonim qiynaladi. So'ramadim, nima deding, nima qo'yding, nima deyishdi demadim. Shunchalik yuzma yuz kelib oxiratga qolmasin shu ishlar deyaptimi? Alloh yo'lida kechdim. Alloh yo'lida kechdim. Keling, Allohga bir quchoq bosib qo'yish o'rniga shuni sizdan biz muhabbatimizni birbirimizni yaqinmiz. Hayot shunaqa bo'lishi kerak. Bola qutulib qol, xotirjam bo'l, xotirjam yurib bemalol masjidga kirib ixtilo qilolmaydi. Muhtaram jamoat, ahli ilm, qo'ni-qo'shni, qavm qarindosh orasiga gapirib bilmaguncha ertaga Allohning oldidagi holat juda og'ir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam man kana taqullatun li akhihi min 'irdihi aw shay'in falyatahallalhu minhu liyataqalla an la yakuna dinarun wa la dirhamun in kana lahu 'amalan salihan ukhidha minhu biqadri maqdarihi wa in lam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyi'ati sahibihi fa'umila 'alayhi dedilar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Qaysi bir insonni dunyoda nohaqlik, zulmi, qarzi, unga yomonliklar bo'lgan bo'lsa, misol uchun uni og'layni to'kadigan ish qilgan, unga bir narsa qilgan, nimaga yomonliklar, bo'xton ishlarni hammasini bir birodariga nisbatan zimmasida yomonlik qilishlik bo'lsa, hamma ishlarni shu odamga nisbatan qilib olgan. Aytibdilarki Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, shu qilgan bo'lsa aytibdilar, dinor, dirham, chaqatanga mol dunyo qabul qilinmaydigan kun kelishligidan avval ularni isloh qilib qo'y, ularni yechib qo'y, bug'doq bekilib turgan, tugun bo'lgan narsani yechib qo'y. Agar solih amal bo'lsa, qilgan yomonligining miqdori undan olinadi. Qancha yomonlik qilgan bo'lsa, haligi yomonlik qilgan odamning solih amallari haligi insonga g'iybat qilingan, zulm qilingan insonga mazmunga olib beriladi. Agar u g'iybat qiluvchi, yomonlik qiluvchi, zulm qiluvchi shaxsning o'zining yaxshi amallari bo'lmaydigan bo'lsa, mana bu insonning gunohlari uning gardaniga yuklatib qo'yiladi. Shunaqa kun kelishligidan avval o'ylanda sen dunyoda bir-birlaringni orangni isloh qilib olaydi, chiroyli qilib deyaptilar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Shu kunimiz bor, muhtaramlar. Shuning uchun biz bugungi suhbatimiz turlik. Shunaqa bir-birlariga yomonlik qilish, birovni mol dunyosini olib sizga beraman deydi, qarzga oladi. Mana bu kunni beraman deydi, u kun keladi, 1 yil o'tadi, 3 yil o'tadi, 5 yil o'tadi, 10 yil o'tadi. Uni duosi ijobat bo'lmaydi. Qarz olayotgan odam borku, u maqsadida niyati buzuq, yaxshi niyatni olmagan. Yaxshi niyat bilan bunga sherik bo'lmagan. U odamda
mana shu talofatga uchratish. Muhtaram jamoa, men sizlarga shuni tushuntirmoqchimanki, Alloh ko'rib turibdimi bilish kerak. Alloh bilib turibdi-ku. Shu bo'layotgan jarayondan Alloh jalla va ala tilingdagi, dilingdagi narsani Alloh biladi. Qalbimizdan nima o'tayotganini Alloh biladi. Alloh bilmaydigan narsa yo'q. Shuni inson o'ylaydi, shuni Alloh bilmayapti deb o'ylaydi. Qarz bergan odam xotirjam bo'lsin, qarz olayotgan odam uni oldin talofatga uchratib, qiyinchilikka, mashaqqatga, muammoga tiqib qo'yaman deb o'ylaganligi bilan Alloh bu banda bilan birga unga o'ylamagan joyidan ishini rizqini ko'p qilib beradi. Qiyinchilik, muammo qarz olib bermasdan yurgan odamga bo'ladi. Birinchisi duosi ijobat bo'lmaydi, ro'za bo'ladi, ibodat qilaman deb ro'zini yig'layotgan o'xshaydi. Duosi Alloh uning yuzidan nur olib qo'yadi. Qalbidan Alloh hayron olib qo'yadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yaqinlasha olmaydi. Ibodat qilib rohat, lazzat, maza olmaydi. Chunki birovning haqqini yeb ketgan. Shuning uchun ehtiyot qilishimiz kerak. Muhtaram jamoa, bu suhbatda savdo-sotiqlikda, savdo-sotishlarda Qur'on olinganida bayon qilingan. Astagfirullah. وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Kimga va'id bo'lsin? Shu savdo-sotiqlarda o'lchov tarozilarida urib qolayotgan shaxslar uchun jahannam bo'lsin deydi oyat. Qachonki bu odamlardan bir narsani o'lchab olayotganda bu da to'la to'kis odam oladi. Qachonki odamlarga o'lchab berayotganda chanaytirib beradi. Birovdan narsani sotib olayotganda to'la to'kis tarozini pallasiga hamma hisob kitobini qilib juda bir sinchiklik bilan oladi. Sotayotganda beparvo bo'lib sal kamaytirib sotadi. 1 kilosi 900 beradi, 1 kilosi 800 beradi, 1 kilosi 950 beradi, 50 gramni olib qolyapti. Demak, bu jahannam o'tiga o'zini loyiq munosib qilgan. Birovni haqqini qo'riqish kerak. Allohni qo'riqish kerak. Kitoblarda qarab nasihat keldi. Bir zot mol qo'y bag'aliga bir ko'cha yopchiq bergasi, uydan chiqib ketgunga qadar har bitta molni, mol qo'ylarni og'ziga to'sib beradi. Bir narsa yemasin uchun. Bir toqqa hech kim birovni haqqi bo'lmagan joyga chiqgunga qadar olib borib, keyin hammasini og'zini yechadi. Odamlar kasal, shunaqa meni mol qo'ylarni birovni agaratidagi o'siyotgan narsasini yeb qo'ymasin, birovni haqqini yeb qo'ymasin deb shu darajada ehtiyot qiladi. Endi o'zini boqayotgan hayvonini inson ehtiyot qilsa, biz o'zimizni avlodimiz o'zimiz ehtiyot qilishimiz lozim. Chunki savdo-sotiqlarni oldash juda og'ir gunoh. Sifatsiz mol dunyoni sifatli deb sotish juda ko'p keladi. Muhtaram jamoamizga juda ko'p keladi. Xususan menga ko'p keladi. Hamma ish bo'lgandan keyin ish bir tomonga yurmaganda domlar olib keladi. Kelganda ham qanaqa keladi? Ikkita shaxs keladi-da, men doim aytib qo'ymoqchiman shu narsani o'rniga kelganda. Men aytaman, men oldimga siz shuni bizga avvalgi javobini demoqchimisiz? Sizni foydangizga aytsam, uni zarariga bo'lib qolsa, ona zarar olayotgan odam meni budilab bu oy vaqt keladi. Menga nima kerak shu? Bitoqlarning ichini og'ritish menga nima zarur? Shuni tutib berasizmi? Adolatli turib, ichingiz og'rimaydi dedi. Hadiyadilib turib, men xo'p deb vaqtini ajratib, shularni ijobida so'ziga e'tibor berib o'tirib, bittasiga mana bo'lish kerak, sizga yonqoq bo'ldi desiz, hadiyga bo'ladi. Sizni haqqingizga yomon gaplar gapirib chiqadi. Shu zararli bo'lmaydi.
kelishsin ehtirom, ishingiz olishdan oldin biz uyimiz tilla sotamiz, kumush sotamiz, biz mashina sotamiz, maosh qilyapmiz. Shuni foydasi qanaqa bo'ladi, zarari qanaqa bo'ladi? Shu o'rdaga tashlayib bo'lmaydi. Tashlaysizda, nimaga tashlaysiz? Maqsadingiz xiyonat qilish, odam o'ldirish. Adolatli bo'lib keling, qilishingizdan oldin mana 10 ming dollar, mana 12 ming dollar biz mana qilmoqchimiz deb keling, meni ishingiz shar'iy tomondan bo'lsa, siz qaytib muammoni hal qilmaysiz. Sizdan haqqingizni bilmaganligingizdan maqsad odam o'ldirish. Man boshqa qalaysa minni dedilar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Kim bizni oldida bizdan emas. Musulmonlar olayaptimi? Sifatsiz narsani olib sifatli deb sotyapti. Eski narsani olib yangi deb sotyapti. Misol uchun bug'doy sotyapti. Bug'doyni tagiga suv quydilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir bozorda qarasa bir odam bug'doy sotyapti. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bug'doyni qarasa ichiga tagiga suv quydi. Mana odamlar biladimi desa yo'q deganlar buni chiqarib beradilar. Odamlar namligini bilsin dedi. Odamlar nam ekanligini bilsin. Agar sen namini bekitib turib, quruq bug'doyni ko'rib sotayotgan bo'lsang, sen bizdan emassan dedi. Sen odam oldimi dedilar, xalq oldimi dedi. Alloh ko'rib turibdi, Alloh bilib turibdi dedi. Shuning uchun muhtaram jamoam, bu sohalarda juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Mehnatkashlar keladi. Yaqinda 3-5 kun o'tib, birovni uyini qilib nashatda o'tirgan, ustayam o'tirib, eshik-eshigiga sen o'tirib qolsan, sizdan olmoqchi. Mehnatini qilgan, hamma yo'lda bo'lganlarning ishingiz menga yoqmayapti, eshigingiz. Eshik egasiga yoqmayapti. Natijada endi hamma yo'lda sarf qilgan, bu odam bir so'm, mana mehnatkash ustani bir so'm pul bermasdan chiqarib olsa-yu, chiqargandan ketganligiga uyga yaqin bo'ladi. Maqsad pul bermaslik. Muhtaram jamoat, Xudodan qo'rqaylik, Allohdan qo'rqaylik. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatih va la tamutunna illa va antum muslimun deb Alloh Qur'onda aytdi. Allohdan haqiqatan qo'rqing. Odamlar ko'rsa qo'rqasin, o'zingiz yakka bo'lgan Allohdan qo'rqmaysiz. Allohdan qo'rqing deydi Xudo. Va la tamutunna illa va antum muslimun. Allohning huzuriga musulmon bo'lib o'ling. Kofir bo'lib emas, musulmon bo'lib. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam a'tul ajra ahlihi qabla an yajifa 'araquhu. Mehnatkashning mehnati pechonasidagi terisi qurishligidan avval haqqini deb qo'ygan. Mehnat qilyapti, usta qanaqa soha bo'lishini taqdirlasa, avvalo hisob kitobda bir-biri bilan kelish bo'lishi kerak. Mehnat qilayotgan odam, mana bu uyim, mana bu joy ko'ring. Nechunga qilaverasiz? Shartnoma qilaveradi. Qiloring, onasida bo'lish deyapti-da bu odam. Eshigiga saydi, qiloring, onasida bo'lish deyapti. Endi usta mehnatini ko'rsatib qilgandan keyin ona eshigigasi ustani aytganini berishga majbur bo'ladi. Bizga hunarni ko'rsatib, mehnatini ko'rsatib, oncha berasiz, haqqi bor. Shunaqa kun kelishligidan avval kelishib oling. Har bir holatda mana ko'ring. Moncha berasda hamma ahdini aymonda qilib olishdi. Kelish bo'lgan holatda bo'lsa, qilgandan keyin endi agar ahdinomadan ziyodasini usta undan so'rayotgan bo'lsa, usta birovlar haqqiga tajovuz qilayotgan bo'ladi. Shuning uchun muhtaram jamoat, biz mana shu narsalarga ham e'tibor berishimiz kerak. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Buxoriy hadisi shariflaridagi man akhadha amwalan nas yuridu adaha adallohu anhu va man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Kim odamlardan mol dunyo olsa-yu, olgan dunyosida maqsadida shuni berish, yordam so'rayapti-da sizdan, ertaga yo mana shuni beraman deb
olayotgan bo'lsa, niyatida berish bo'lsa, Alloh unga yordamchi bo'ladi, uning tashkili unga yordam beradi. Agar niyatida olib bermasdan ketish niyatida, bermaslik niyatida oladigan bo'lsa, Alloh taolo oluvchi, qarz oluvchi insonda hayotini Alloh taofatga, qiyinchilikka, muammoga duchor qilib qo'yadi. Bu umuman niyati bo'lsin. Alloh o'zi panoh bersin, shuning uchun imkon qadar biz hayotda dunyoda shunaqa harom ishlardan ehtiyot bo'lishlik kerak. Birovlarga zulm qilish, birovlarga haqqini yeydish, birovlarni g'iybat qilish, birovlarni obro'yini to'kish, shunaqa o'xshagan narsalardan imkon qadar o'zimizni tilimizni, dilimizni tiyib yurishimiz kerak. Hayotda dunyoda muhtaram jamoat, insoniyatni qiladigan ishlarimiz juda halollikni odam o'zimizga lozim tutishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda bir hadis bor. Inna lillahi malakan ala baytil maqdis yunadi kulla laylatin man akala haraman lam yuqbal bihi musaf wa la 'adl. Baytul Maqdis Quddus sharifda har kechada farishta Alloh yaratgan bir farishta bor. Shu farishta Allohga duo qilar ekan. Ya Robbi berganda kim dunyoda bugun harom taom yeyotgan bo'lsa, uni nafl farz ibodatlari qabul qilinmaydi deydi. Baytul Maqdisdagi farishtaning duosi. Kim harom narsa yeyotgan bo'lsa, shu hal narsalar yeyishi mumkin. Agar birovning haqqini shunaqa qancha pullarini olganda, birovlar bu haqqim bor, sizdan nima qilib bering desa, shunday yuziga qarab turib, bermayman, qo'lingdan nima keladi deydi. Ijobiy hisoblaymiz. Ijobiy shu masjidda hisoblaymiz. Bizlarda menga kelgan ma'lumot nima qilib deyotganlar odamlar keladi. Xudodan qo'rqishimiz kerak. Ofizni biling. Chunki ertaga Xudoning oldida javob berishimiz nafl farz ibodatlar qabul qilinmaydi, harom taom yeyotgan odamlar. Doim janozada ham birov bo'lsa, haqqini kim ado qiladi? Falonchi o'g'li yoki islomchi akasi yoki ba'zida qochib turadi. Janozada ko'p bo'ladimi? Hali boylar qochib turadi, shu meni bo'ynimga ko'p bo'lmasin. Bechora katta ma'qullarni yana bo'yniga oladi. Xudoning oldidan qo'rqish kerak. Xudodan qo'rqishlik muhtaram jamoat, mol dunyosi ko'p bo'lsa, Xudodan qo'rqadigan bo'lish shart emas. Mol dunyosi bo'lmasa ham, Allohdan qo'rqish kerak. Xudoning taologa hech narsa insonni ko'zini yumib ochgunga qadar qo'rqib qo'yadi. Ko'zini yumib ochgunga qadar Alloh bandasini boyitib qo'yadi. Boylik kelganda Xudoning so'rab yaxshi joylarga saqlab olish kerak. Kambag'allik kelganda Allohga yillab ko'p duo qilib olish kerak. Alloh, men senga al-faqr va faxri, muhtojligim bilan senga faxrlanaman ya Robbi. Duolarni javob gunohlarimni kechir deb Xudodan so'rab qo'yish bu hammamizning vazifamiz. Muhtaram jamoat, bu bugungi kunda bizlarda hayotimiz bugun alhamdulillah mustaqilmiz. Lekin qorxo'rligimiz ko'paydi. Davlatlarga tushib ishni tuzish. La'ana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam al-rashiya va al-murtashiya. Va rashi ya'ni alladhi yamshi baynahum. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam pora beruvchi, pora oluvchiga la'nat aytdilar. Pora beruvchi va pora oluvchiga la'nat aytdilar. Aytdilarki, Allohning la'nati o'rtada turib beruvchi va oluvchini o'rtasida yurgan odamga ham la'nat. Shundan ehtiyot bo'lish kerak. Sivetni yoqyapmiz, chirog'imizni yoqyapmiz, gazimizni yoqyapmizda, bitta odamimiz deyapmizda, ko'proq o'tib ketib qoldi, shuni ozaytirib bering deyapmiz. O'zimiz yoqqan chiroq
O'zimiz yapgan gazni o'rtaga odam qo'yapmiz. 1 million bo'ldi desa, 100 ming qilib beryapmiz. 100 ming so'm siz oling, 100 ming so'm Svetga bo'lsa 800 ming so'm yo'q qilib beryapmiz. Yo'qni shu juda ko'p. Shunga eshik egasi o'zi boshchilikda qilayotgan bo'lsa, olayotgan mahallani shu gazni chirog'imizga qarayotgan odam olayotgan bo'lsa, endi Allohning oldida javob beradi. Nimaga? Davlatga xiyonat qiladi, vatanga xiyonat qiladi. To'ladi ishlarni ovozi to'lab qo'ysa. Mana shunga o'xshagan holatlar ham bizni hayotimizda ko'payib ketyapti. Baraka bo'lmaydi. Shuni yaxshi bilish kerak, do'stlar jamoat. Uyimizda yoqqan chirog'imizni haqqini bermasdan, ishlatgan suvimizni haqqini bermasdan, o'tirgan xonadonimizni bir nalogini to'lamasdan o'tirish og'ir berish kerak. Qanchagacha beradi? Mana shu xiyonat. Mana shu Allohning bergan ne'matiga noshukrlik. Undan tushayotgan mablag' kimga? Kimsalarga, ota-onalarimizga, yetim yesirlarga, kambag'al miskinlarga ishlatiladigan bo'ldi. Biz agar shuni bersak, Alloh bizga o'zi beradi. Hayotimizda o'ylamagan joydan barakasini Alloh beradi. Bermasdan yursa, xonadondan barakani Alloh ko'tarib qo'yadi. Alloh o'zi tavfiq bersin. Hammamiz ham yoqayotgan chirog'imizdir, ishlayotgan gazimizdir, o'tirgan xonadonimizdir, har birida haqqi huquqini ado qilishlik hammamizning vazifamiz. Alloh o'zi tavfiq hidoyat bersin. Va oxiru da'vona alhamdulillahi robbil alamin. Muhtaram jamoat, duo sabablar bo'lgan. Bir narsani jamoatimizga tushuntirib qo'ymoqchi edim. Muhtaram jamoat, sizlardan fikrlarni bo'lmoqchiman, suhbatdan tashqari. Masjidimiz mashina turadigan mahfil turadigan joyimiz bor-ku tashqarida. Shuni atrofi bizni viloyat hokimlari Alloh salomat qilsin. Shu atroflarni kadastrini bizga qo'yadilar. Shu atrof masjidning kadastrini haqqi. Ko'chada masjidning haqqi shu. Oldi tomonimiz ham. Endi hozir kuni kecha namozda juda katta rahbarlar, hatto Xalqadan tashkildan mehmonlarimiz keldi, Hazirlikdan mehmonlar keldiki, ular masjidni ihota qilishdi. Masjid ochilganiga 5 yil oldin bo'ldi. Prezidentimiz tomonidan katta ishlar bo'ldi. Masjid ochiq qoldi, ko'chalar ochiq qoldi. Shuni atrofini chiroq qilib, ihota qilib, ko'rsatib qo'yishlik kerak degan bizga ko'p ma'lumotlar berishdi. Endi Xudo xolasa qasd qilib, Xudo xolasa shuni bir sizlarga yetkazmoqchiman. Shuni atrofini masjidni shunday ihota qilib, vaqt bilan darvoza ochiladi, ko'chalar vaqt bilan belgilanadi. Shunaqa holatga solishligimiz kerak. Chunki kim bo'lsa ham misol mashinasini qo'yadi-da, 3 kun turadi mashina. Hech kim bilmaydi. 3 kunning ichida bizning kameralarimiz bor ko'rdi. 3 kundan keyin borib qayerga borib kelyapti, nima qilib kelyapti bilmaysiz. Shular haqiqatan bizni tashvishga ham soladi. Shuning uchun qisqa qilmoqchiman, shuning uchun atrofda shunday bir panjara bilan qo'rg'on qilmoqchimiz. Ustalar bilan gaplashib, tashqariga shuni maketini chiqarib qo'yib, shunga jamoatimizdan bir himmatli aka-ukalarimiz bo'lsa, shu ustalar bilan gaplashib, shuni atrofini chiroqli qilib qo'ysak, Xudo xolasa katta jamoatdan olamiz. Allohning uyiga, Allohning uyini devorni qilib beradigan bo'lamiz. Bu imkoniyati borlarmi? Endi hesab qo'shilsin shu joyga desa, usta bilan gaplashib, agar bizni aralashtirmasdan ustani o'ziga aytib, qancha ketadi, mana buncha ketadi. Qani shuni sizga pulini beradigan menman, faqat chiroyli bo'lsin, tashqaridan kelayotgan odam masjidni ko'rib havas qilsin. Masjidni shu to'silgan panjaralarga havas qiladigan darajada bo'lsin deb himmat qilib qo'ysanglar, ajabmas viloyat ta'olimizni qabul qilsin. Hojatlarimizni Alloh mushkulotlarni hosil qilsin. Xudoyim o'zi barakasini bersin. Umid qilaman, katta jamoatga yetkazib qo'yayapman. Ba'zi bir yosh do'stlarimizga aytsak ham qilib qo'yadi. Maqsad katta jamoatga eshitib, ko'rib bilib, chunki mana shu joy butun xalq birgalikda qildi. Hamma kimdir ishloq, kimdir bitta
ishlohni bittasi sement ko'pchiligi bilan barakatli ovqat ichiladigan Alloh o'zi taom qilsin.